Asaka pechka 1 metrlik oldi o'choqligi o'rnatishni boshladik. Hop, uy penoblokdan urilgan. Bu oldi tomoni. Yonboshdan ko'rinishi. Hop, hozir orqa tomonni ham ko'rsatib o'taman. Orqa duxovka tomoni. Mana shu holatda bo'lyapti mana. Xudo xolasa g'ishti shoplari. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon nomerlarimiz qoldiriladi. Bemalol murojaat qilib aytishinglar mumkin. Barcha narsasini o'zimiz olib borib qurib berish xizmati ham bor. Agarda o'zingiz materiallarni olib qo'ygan bo'lsangiz, usta xizmati haqqi